Bosing aka, bosing. Hida xotin, hida. Aka bo'p bo'ldinglarmi? 1 soatdan beri bosyapman. Benzin tugadi o'sha. Jon aka, hozir sabr qilib turing. Xotinim tasdiq qo'zib bo'lgan mashqa. Menga qara kelib Malibu tutunigan tasdiq qo'zib bo'lasizmi? Matisga bo'l, Tigoga bo'l. Malibu tutuni yoqatdi menga. Ha, bo'pti, davay. Aka, bosing. Uzr. Xotin. Ha? Uyda choy ichsam bo'lmaydimi? Ha, men toza havoda ko'chaning o'rtasida bo'lka yegim kelyapti. Rostdan ham tasdiq qo'z va shunaqa bo'ladimi? Ha, o'zim xohlayapman-a? Men o'zim xohlab qilyapmanmi shuni? Bola xohlayapti. Yo'q, uzr. Hayyo, men uni qilmayman, sharmanda. Men xohlamayapman, bolangiz xohlayapti. Nima qilay? Buni pichoq bo'lsa mendan emas. Bolamiz deb shu nomuslarni o'ldirib beryapsan. Oqligi marta aytib ber, tushundingmi? Ha. Qoch. Hozir. Yur. Ha, qo'shni. Salom alaykum. Yaxshisiz? Kelibsiz? Nima qilyapsiz? Tasdiq qo'z bo'lib qopti mana bu. Ha, bo'l. Tushunaman. Eshik taqilasa maza qilyapti. Bosinglar, bemalol. Bunisi o'ta lishli xotin. Men uchun qilayotganingiz yo'q, bolangiz uchun. Nima qilib yuryapsan-da? Hammasiga nima qilib? Qayna yaxshimisiz? Jannatim, Zulkipur nima qilib yuraveramiz? Qayna tushimga kirib qolibsiz-da? Tushingizda men misha bo'lib berishim kerak ekan. Orzularingiz ushaldi qayna. Miau. Ha, qayna tasdiq qo'zib qoldi. Menga ham oson emas. Sharmanda qilding. Bolam deb. Zato maza qildim. Voy dadasi zo'r turibdi, rosa yarashibdi. Voy biram maza qilyapman, rahmat dadasi. Ha, sen maza qilsang bo'ldi, men kal yuraveraman xotin. Tasdiq qo'z mashina bo'ladimi?